O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Ertaga ham aksariyat joylarda yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'ladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga 6 aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi esa 22-24 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 21-26 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi esa 28-33 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 23-28 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja, kunduzi esa 15-20 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.